Davom etamiz. Transport nazorati inspeksiyasi Farg'ona viloyati hududiy bo'linmalari tomonidan 2026-yilning dastlabki 4 oyi yakunlari bo'yicha matbuot anjumani va press tur tashkil etildi. Anjumanda nazorat tadbirlari doirasida amalga oshirilgan ishlar, ko'rilgan choralar hamda profilaktik tadbirlar yuzasidan atroflicha axborot berildi. Shuningdek, transport nazorati inspeksiyasi faoliyatida korrupsiyaga qarshi kurashish, sohani raqamlashtirish va zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumot taqdim etildi. Transport nazorati inspeksiyasi tashabbusi bilan tashkil etilgan press tur yuk avtomobillarining vazn va hajm parametrlarini nazorat qilish bo'yicha reyd tadbirlari jarayoni bilan boshlandi. Unda ishtirokchilar transport nazorati inspeksiyasining zamonaviy talablariga javob beradigan maxsus avtotransport vositasi faoliyati bilan tanishdilar. Bu yerda hozir yuk avtomobillarining vazni va hajmiga belgilangan me'yorlar bor. Vaznlar mahkamasining qaroriga asosan, mana shu me'yorlarga amal qilinishi ustidan Transport nazorati inspeksiyasi, yo'l harakati xavfsizligi xizmati va avtomobil yo'llari qo'mitasi qo'shma reyd tadbirlarini olib boriladi. Navbatdagi manzil Farg'ona shahri aylanma avtoyo'li avtomobil yo'lini ta'mirlash obyekti bo'ldi. U yerda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokida laboratoriya sinovlari o'tkazildi. Nazorat inspeksiyasi tomonidan Markaziy sinov laboratoriyasi Farg'ona viloyat hududiy bo'limi xodimlari tomonidan namuna olish dalolatnomalariga asosan bajarilgan ishlarda geometrik o'lchamlari, yotqizilgan qoplamaning qalinligi bevosita joyida ko'rsatkichlari aniqlab ketiladi. Laboratoriya sinovlari olib borilganda qoplamani fizik mexanik xususiyatlari, uni suv shimuvchanligi, zichligi va bir qator ko'rsatkichlari sinaladi. Shuningdek, Farg'ona tumanidagi Satkak mahalla fuqarolar yig'ini ichki yo'llarni ta'mirlash bo'yicha tashabbusli byudjet obyektida asfalt yotqizish jarayonida amalga oshirilayotgan nazorat ishlari atroflicha tushuntirildi.